Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qashqadaryoda yo'l-patrul xizmati xodimiga faol qarshilik ko'rsatgan haydovchi qamoqqa olindi. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida yo'l-patrul xizmati xodimiga faol qarshilik ko'rsatgan Cobalt haydovchisi qamoqqa olindi. Bu haqida Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ikki yo'l-patrul xizmati xodimi va Cobalt haydovchisi o'rtasida janjal yuzaga kelgani aks etgan video tarqalgandi. Videoda haydovchi xodimni musht bilan urganini ham ko'rish mumkin. G'uzor tumani Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektori Shahzod Nazarovning ma'lum qilishicha, belgilangan hududda xizmat olib borayotganida Cobalt avtomobili to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgisi o'rnatilgan joyda qoldirilib ketilganini ko'rgan. Birozdan so'ng haydovchining o'zi kelgan va xodim undan hujjatlarni so'raganida taqdim qilmasdan, uning qonuniy talablarga bo'ysunmasdan avtomobilini haydab ketishga uringan. Cobalt haydovchisi yo'l-patrul xizmati xodimlariga bo'ysunmay qochishga harakat qilganini, uni avtomobildan tushirib olishgani uchun jahli chiqib, qarshilik ko'rsatib, janjallashib ketganini ham tan olgan va qilmishdan pushaymonligini aytib, kechirim so'radi. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ushbu modda bilan aybdor deb topilgan shaxs bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravardan 100 baravargacha 18.750.000 so'mdan 37.5 million so'mgacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.